Osh qilishni bilaman. Oshdan qancha foyda qoladi o'zi? Aytib bera olasizmi? Davay hammaga aytamiz. Ishimizni kerakli narsalarni olishdan boshladik. 7 kilo cho'ng'ara gurunchimiz 455 ming bo'ldi. Sovuzini 9 kilo oldik. 100 ga 36 ming so'mga tushdi. 2 kilo 800 go'sht, yarim kilo dumba 510 ming bo'ldi. Tog'amning mehrlari jo'shib ketganidan iliklar bepulga tushdi. 3 litr yog' bo'lsa 65 ming so'm. Sariyog', kishmish, o'tin, piyoz, ziradorvorlarga 100 ming so'm qo'shib. Oshga qilgan jami rasxotimiz arenda, kommunal to'lovlardan tashqari 1,166 ming so'm bo'ldi. 7 kilo oshimizdan jami 69 porsiya chiqibdi. 25 ming so'mdan hisoblasa 1,725 ming so'm bo'lar ekan. Shunda qilgan foydamiz 559 ming so'm bo'ldi. Bundan tashqari non, choy, salatlardan ham yaxshigina foyda qoladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.